Men Toshkent viloyati Chinoz tumanidan grejam og'riqlari, ya'ni belimda, oyog'imda qattiq uvishlar bo'lib, hattoki 50 metr yurib orqaga qaytib kela olmas edim. Yurishlar qiyin bo'lganda sizda? Yurish menda juda ham qiyin bo'lgan. Hattoki 50 metr joyga borib orqaga qaytishga qiynalganman. Damob yurgansiz. Ha. Magazinlarga ham borib Bir bahonki nonam menga og'irlik qilgan vaqtlar bo'ldi. Kechasi kuchli og'riq bo'lardi yotganimda. Havo ayniganda. Qaysi oyog'ingizda bo'lgan? Chapdami, o'ngdami? O'ng oyog'imda sondan shu boldirimgacha uvish bo'lardi. Hech narsani hattoki sezmay qolardi. Oyog'ida yursam yiqilib tushadiganday bo'lardim. O'zimni juda ham ayardim. Ko'p ko'chaga chiqmas edim. Bu kasallik bo'yicha qancha vaqtgacha davolangansiz? Masalan, konservativ davolagan bo'lsangiz kerak, fizioterapiya, muolajalar o'tkazganmisiz? Bularni oldin 1 yilda 2 marta lecheniya olib turardim. Necha yil davomida masalan? Necha yil davolandingiz? Hozir bir 15 yildan beri shu kasallik bilan olishib kelaman. 1 yilda 2 marta davolanardim. Keyinchalik u 2 marta ham menga yetmadi, kamlik qildi. Oxirgi mahalda 2 oyda ham lecheniya olganimdan keyin 2 oydan keyin ham, ba'zida lecheniyani olib chiqqanimdan keyin 1 haftadan keyin ham og'riqlik qolmadi. Qaytalanaverdim. Bormagan joyim qolmadi. Bu kasal bilan uchrab yotmagan joyim qolmadi. Oxiri shuni internet orqali sizlarni ko'rib qolib, sizlarni qilayotgan operatsiyalaringlarni, tuzalib bemorlar chiqib ketayotganini ko'rib, shu yerga kelishga ahd qildim. Kelib sizlar bilan uchrashib, mana hozirgi kunda shu dardlardan forig' bo'lib, juda ham chiroyli bo'lib, yaxshi yurishlarim yaxshi bo'lib ketdi. Hattoki o'ng oyog'im tashqari tarafga ochilib yurardi, bir tomonga tashab yurardim. Hozir men o'zim yurdim. Tepadan pastga 2-etajdan 1-etajga tushib yurib chiqdim oldingizga. U oyog'imni tashashimda ham to'g'ri o'zgarish bor. Buning uchun sizlardan katta minnatdorman. Doimo sog' salomat bo'ling. Hech qachon bo'ling. kasal bo'lmang, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Mana shu yerdagi barcha vrachlarimiz, hattoki hamshiralarimiz ham juda ham yaxshi ekan. Shirin til, odam bilan muomalalari juda ham yaxshi, xushchaqchaq, qo'ldan kelganlaricha, povurlarimiz ham juda ham yaxshi. O'z xonadonimizda qanday ovqatlar tayyorlab yesak, ular ham xuddi shunday bizga tayyorlab berdi. Biz hech qiynalmadik-da kelganimizdan beri. Masalan, ko'plar o'ylaydi-da, uzoqdan kelsak qiynalamizmi deb. Ha, men o'ylagandim. Masalan, bir xil joylarda anaqada oldiga uhajivishga qo'yiladigan bo'lsa, ularga ko'yka ham berilmas edi, yerda yotishardi. Keyin ko'plari masalan kvartirada turadi. Ha, kvartirada turadi. Lekin bu yerda kelganimizdan 4 kun operatsiya uchun tayyorgarlik ko'rildi. Lecheniyalarni oldik. Mana operatsiyadan keyin ham yonimizda o'zimiz 2 kishilik palatada ko'ykalari bilan birga, ovqatlari bilan birga bemalol yaxshi sharoitda shu yerda shifo topdik. Sog' salomat bo'ling. Buning uchun hammangizga rahmat. Qolganlarga ham shuni so'rab qolardim. Bu bunaqada qo'rqmanglar hech qachon. Men ham qo'rqib kelgan edim, lekin hozir juda ham dadil sizlarni shunga chaqirib qolaman. Iloji bo'lsa, dardinglar bo'lsa, darddan forig' bo'lish uchun kelinglar. Yosh kattami, kichkinami, hammaga mana birdek qarab shu yerdan yaxshi qilib chiqarib yuboryapsizlar. Rahmat. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga ham.